Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun bog'chida yo'l yurgach, insonlarning ishonch tuyg'usi va bizdagi ishonch krizisi degan temada o'zimningki izlanganlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Agar esinglarda bo'lsa, men burun insonlarning ishonch tuyg'usi va u vayron qilingandagi oqibatlar degan temada bir leksiya so'zlab o'tgan edim. Bugun men uningga qo'shimcha qilib, insonlarning ishonch tuyg'usiniki qandaq bir tuyg'u ekanligi, uning qandaq shakllanganligi, uningga qandaq omillarning ta'sir ko'rsatganligi ham shundaqla növbətdə biz yüzülünüvatqan işenç krizisi toğrusida özümnің izlənganlar bilan qoşub bu vaqtdagi ko'z qarashlarimni sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman. Undaqda bu insonlarning ishonch tuyg'usi degan qandaq bir tuyg'u degan vaqtida insonlarning ishonch tuyg'usi insonlarning boshqalar yoki bir narsaning xarakteri, iqtidori, kuchi yoki haqiqatini jazmlashtiradigan, uningga ishonadigan bir tuyg'u bo'lib, u insonlarning hayotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsanlarning ishonch tuyg'usi sog'lom ijtimoiy munosabatlarning asosi bo'lib, u oson shakllanmaydi. Ammo u nihoyat oson vayron bo'ladi yoki vayron qilinadi. İnsanlar orasida o'zaro ishonch qurish uchun uzun vaqt va izchillik talab qiladigan bo'lib, u insonlar orasidagi eng qimmatli munosabat shakllaridan biri hisoblanadi. İnsanlarning ishonch tuyg'usi, insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchi, insonlarning bexatarlik his qilishi va boshqalarning harakatini oldin faraz qilish iqtidori qatorliqlarni o'z ichiga oladigan murakkab bir his tuyg'u va ro'yi holat bo'lib, u insonlar orasidagi munosabat, xotirjamlik va jamiyat muqimligining asosidir. O kishilarning dunyoga qaysi ko'zi bilan qarshiga, ijtimoiy munosabatda boshqalarga qandoq muomalada bo'lishga, boshqalar bilan hamkorlik o'rnatish masalasi qatorliqlarga zo'r ta'sir ko'rsatgan bo'lib, insonlarning ishonch tuyg'usi kam bo'lgan vaqtida yoki vayron qilingan vaqtida insonlarning o'ziga va atrofidagilarga bo'lgan ishonchi tuvan yoki kam bo'ladi. İnson dunyoga yomon ko'zi va gumon bilan qaraydigan bo'ldi. Ijtimoiy munosabatda boshqalarga har zamon mudofaa va gumon bilan muomala qiladigan bo'ladi. Boshqalar va jamiyatdan oson o'zini qochiradigan bo'ladi. Ishonchsizlik tufaylidan boshqalar bilan oson hamkorlik o'rnatolmaydi. Umuman qilib aytgan vaqtida insonlarning ishonch tuyg'usi insonlarning kishilik va ijtimoiy hayotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Undaqda insonlarning ishonch tuyg'usi qanday shakllanadi? İnsanlarning ishonch tuyg'usi bovoq va balliq davrida ota-onalar bilan bo'lgan munosabat jarayonida barbara shakllanishga boshlaydigan bo'lib, bolaning ehtiyojlari vaqtida qondirilsa, bola oilada yetarlik sevgi va ko'yinishga erisha olsa, ota-ona har zaman qilgan va'dasida ching tursa, bolalarning ishonch tuyg'usi sog'lom yetiladi va kuchli bo'ladi. Agar bola oilada yetarlik sevgiga erisha olmasa, ota-ona davomli bolasiga bergan va'dasida turmasa, bola ota-onaning oldida har xil voqealarga ko'p uchrab zaxmlansa, ya'ni
ota-onasining qo'lidan tushib ketish yoki yiqilib ketish degandagidek oilada har xil voqealar yuz berib, bola zaxmlansa, salomatligi ta'siriga uchirsa, ota-ona balasiga davomliq boshqalarning aldam holatiga tushmaslik to'g'risida ziyoda ko'p tarbiya berib, balalarda endişe yoki vahima paydo qilsa, balalarning mudofaa mexanizmi kuchayib, ishonch tuyg'usi ozlashadi. Undan keyin maktab, xizmat, o'rin va ijtimoiy jamiyatdagi kechirmishlar va tajribalar insonlarning ishonch tuyg'usining sog'lom taraqqiy qilishi va kuchayishida nihoyat muhim rol o'ynaydi. İnsan boshqalar bilan barikaldi qilgan vaqtida, hamkorlashganda, hadislarning izchilligi va boshqalarning ishonchlik bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini kuchaytiradi. İnsanlar yaşagan jamiyatning qoida usullari, qimmat qarashlari va axloq o'lchamlari, qonun tuzumlari insonlarning ishonch tuyg'usining shakllanishi va sog'lom taraqqiyotida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bundaqda insonlarning ishonch tuyg'usiniki sog'lom yetishiga qandoq omillar ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni bu yerda ta'sir degan vaqtida yaxshi yoki yomon ta'sirlar bo'lib, ularni tuvandikidek bir necha tarafga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchisi insonlarning va'dasiz turishi va izchilligi. İnsonlarning ishonchisini oshirdi. Va'dasida turmaslik yoki yerim yo'lda to'xtab qilish insonlarning ishonchisini yo'qotadi. İkincisi, insonlar orasidagi samimiylik va rostchilik, ochiq oshkora muomala bo'lish insonlarning ishonchisini oshirdi. Yolg'onchilik va aldamchilik insonlarning ishonchisini yo'qotadi. Üçüncüsü, o'zaro hamkorlik va yordamlashish, o'zaro ishonchni kuchaytirdi. To'rtinchisi, yaxshi niyat, vafodorlik va sadoqatlik ishonchni taraqqiy qildirdi. Yomon niyat, vafosizlik va soxtapazlik ishonchni vayron qildi. Beshinchisi, o'tmishdagi ko'chirmishlar va ijtimoiy munosabatlardagi tajribalar. Mayli ijobiy yoki salbiy bo'lsin, kelgusidagi ishonchiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Oltinchisi, shaxsiy xarakter. Ya'ni ba'zi kishilarning tabiati boshqalarga ishonishga moyil bo'lsa, yana ba'zi kishilarningki boshqalarga ishonishi qiyin bo'ladi. Ya'ni insonlarning tabiati ularning boshqalarga ishonmaslikda muhim rol o'ynaydi. Yettinchisi, har xil media va tashviqot vositalarining odil va rostchil bo'lishi insonlarning ishonch tuyg'usini kuchaytiradi. Adolatsizlik, yolg'on va betaraflik uchurlarning ko'p bo'lishi insonlarning insonlarningki ishonch tuyg'usini yo'q qiladi. 8-si, jamiyatning adolati va qimmat qarashining sog'lom va kuchli bo'lishi. Ya'ni bir jamiyatdagi qimmat qarash sog'lom bo'lgan vaqtida, uning adolati yaxshi bo'lgan vaqtida, ya'ni adolatli bo'lgan vaqtida insonlarningki bu ishonch tuyg'usi kuchayib mangadi. 9-si, siyosat va qonun tuzumining odil va haqli bo'lishi, ham shundaqla ularning to'g'ri ijro qilinishi insonlarning ishonch tuyg'usiga ta'sir ko'rsatgan muhim omillarning biri hisoblanadi. 10-si, hokimiyat va huquq tutqunlarning odil, ochiq oshkora bo'lishi. Bumu shu jamiyatda yashagan insonlarning ishonch tuyg'usiga ta'sir ko'rsatgan muhim omillarning biri hisoblanadi. Endi bu muhojiratda yashayotgan xalqimiz orasidagi ishonch masalasi kelsak, hammamiz bilgandek, navbatda
xalqimiz ig'ir darajada ishonch kirisiga duch kelayotgan bo'lib, uning asosli sabablari nihoyat murakkab va har xil. Bizdeki bu ishonch masalasida yuqorqi o'rtaq omillarning ta'siridan boshqa tövendekidek bir necha omilmi asosli rol o'ynaydi deb qarayman. Birinchisi, Xitoy hukumatining xalqimizga qarta yurgizayotgan parchalash, bölüş təşviqatının ünüm berishi. Ya'ni Xitoy hukumatining muajiratdagi qarindoshlarning ba'zilariga viza berib, ba'zilariga viza bermasligi, ba'zilarining tuqqanlarga pasport bejirib berib, ba'zilarining tuqqanlarga pasport bejirmasligi, ba'zilarining oilasidagilarni jazolab, lagerga solib o'ldirishi, yana ba'zilarining oilasidagilarni jazolamasligi muajiratdagi qarindoshlar orasida o'zaro gumonlanish paydo qilgan bo'lib, u xil ahvollarning uzun muddat davom qilishi xalqimiz orasidagi o'zaro ishonmaslik va ig'ir darajada ishonch krizisini keltirib chiqarmoqda. Ikkinchisi, yuqorqidagi sabablar tufaylidan bo'libmi xalqimiz va tashkilotlar orasidagi shaxsiy ziddiyat va o'chmanlik sababidan ko'ngliga yoqmagan ko'z qarashda farqliq yoki fikr ixtilofi borlarni Xitoyning josusi, Xitoyga ishlaydigan odam deb ayblashninki kun sayin avji ilishi muajiratdagi xalqimiz orasida ig'ir darajada salbiy ta'sir paydo qilib va xalqimizning ishonch tuyg'usini ojizlashtirib, kishilarni kimga ishonish, kimga ishonmaslikni farq etolmas holga tushirib qo'ymoqda. Üçüncüsü, muajiratdagi xalqimiz orasidagi ruhiy sog'lomlik masalasiningki kun sayin ig'irlashishi bizdagi manmanchilik, obro'yparastlik, hasadxo'rlik va gumonxo'rlik masalasimi bizning xalqimizning, muajiratdagi xalqimizning ishonch tuyg'usiga ig'ir darajada salbiy ta'sir yetkazmoqda. To'rtinchisi, muajiratdagi xalqimiz orasidagi keyni-keynidan o'tirg'i chiqayotgan satchiliklar bo'libmi yaqinda o'tirg'i chiqqan Dilshod Reshitninki Xitoyga xizmat qilish to'g'risidagi uchur xalqimizning ishonch tuyg'usini yana bir qadam ozlatgan bo'lib, ular paydo qilgan salbiy ta'sirlar hali ham davomlashmoqda. Men yuqorida deb o'tgandagidek bu masalalarning sabablari har xil va nihoyat murakkab bo'lib, vaqt munosabati bilan men so'zimni mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Yuqorqilar hammamizningki obdan o'ylanib beqishiga arziydigan masalalar bo'lib, agar biz ishlarimizning olg'a besishni umid qilsak, cho'qim bu ahvollarga hargiz sal qarmasligimiz va u masalalardan qandoq saqlanish va ularni qandoq hal qilish to'g'risida izlanib beqishimiz nihoyat muhim. Oxirida Alloh hammamizga aql, farosat va tafakkur, sog'lom tafakkur bersin deb tilayman. Xalqimizga inoqlik va ittifoqlik ato qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.